2026 Chevrolet Nexe modeli zamonaviy dizayn va yangilangan texnologiyalar bilan e'tiborni tortadi. Ushbu avtomobil shahar sharoitida qulay harakatlanish uchun yaratilgan bo'lib, ixcham o'lchamlari va silliq chiziqlari bilan ajralib turadi. Old panjarasi yanada agressiv ko'rinishga ega bo'lib, LED faralar bilan uyg'unlashgan. Aerodinamik shakl yoqilg'i samaradorligini oshirishga yordam beradi va haydovchiga barqaror boshqaruvni ta'minlaydi. Nexe har doim oddiylik va ishonchlilik ramzi bo'lgan. 2026 versiyasi esa ushbu an'anani yangi bosqichga olib chiqadi va yanada jozibador qiladi. Salon ichki qismi ancha zamonaviylashtirilgan bo'lib, yuqori sifatli materiallardan foydalanilgan. O'rindiqlar ergonomik dizaynga ega va uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Multimedia tizimi katta sensor ekran bilan jihozlangan bo'lib, smartfon bilan integratsiya imkoniyatini beradi. Raqamli panel haydovchiga barcha kerakli ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi. Ichki makon kengligi oldingi avlodlarga nisbatan yaxshilangan bo'lib, yo'lovchilar uchun ko'proq qulaylik yaratadi va kundalik foydalanishda juda amaliy hisoblanadi. Dvigatel qismi ham sezilarli darajada yangilangan. 2026 Chevrolet Nexe samarali va tejamkor motor bilan ta'minlangan bo'lib, yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Ushbu avtomobil shaharda ham, magistral yo'llarda ham muvozanatli ishlashni taklif etadi. Avtomatik va mexanik uzatma variantlari mavjud bo'lib, har xil haydovchilar ehtiyojiga mos keladi. Shovqin darajasi kamaytirilgan va vibratsiya minimal darajaga tushirilgan. Bu esa haydash jarayonini yanada yoqimli qiladi. Xavfsizlik tizimlari ham katta e'tibor bilan ishlab chiqilgan. Nexe yangi avlod xavfsizlik texnologiyalari bilan jihozlangan bo'lib, ABS stabilizatsiya tizimi va ko'p sonli xavfsizlik yostiqchalari mavjud. Orqa kamera va parktronik tizimlar haydovchiga park qilishni osonlashtiradi. Avtomobil karkasi mustahkam materiallardan tayyorlangan bo'lib, zarba paytida maksimal himoyani ta'minlaydi. Bu esa uni oilaviy